Kelinglar aka, nima xizmat? Shu desangiz aka, bizning bir kichkina fermer xo'jaligimiz bor. Bu yilgi hosildan ukamni uylantiraman deb 200 million pul yig'ib qo'ygandim. Ukam bo'lsa bir daromadli ishni oldin boshlab olay, undan keyin uylanaman deb qo'ymayapti. Qo'shnimiz sizdan press-podborchilik sotib olgan ekan. Aytishi bo'yicha 1 yillik servis xizmatinglar, qolaversa ehtiyot qismlarida ham muammo yo'q deyapti. Shunga sotib olgani keluvdik. Faqat aytishlari bo'yicha press-podborchilik 250 million ekan. Shunaqa ekan. Shuni 200 million qilib bersangiz yaxshi bo'lardi. Ha aka, to'lov qanaqa usulda bo'ladi? Hisob raqamidan pul o'tkazish orqali. Aka, bizning hisob raqamimizga 100 million so'm o'tkazing. Qolgan pulingizga ukangizni uylantiring. Press-podborchilikning qolgan pulini bizga 1 yil davomida foizsiz to'lab berasiz. Shunaqa qilsa ham bo'ladimi aka? Albatta aka. Gap yo'q. Aka, yana bizda hozir aksiya ketyapti. 2025-yil oxirigacha press-podborchilik xarid qilgan barcha mijozlarimiz 3 ta Damas avtomobilidan biriga yoki boshqa maishiy texnikalarga ega bo'lishligi mumkin. Balki Damas sizga nasib qilib qolar. Nasib. Rahmat sizga aka. Salomat bo'ling.